kompyuterni to'g'ri o'chirish. Mana yangi foydalanuvchilarda eng katta muammosi shu, kompyuterni to'g'ri o'chirishni bilmaydi. Ya'ni siz domashniy kompyuterda bo'lasizmi, noutbukda bo'lasizmi? Mana bu kompyuterni yoqish tugmasi bor protsessorda yoki noutbukda. Mana bu tugma sizlarga tanish, mana ko'rinishini eslab qoling. Mana shu tugmani siz kompyuterni yoqish uchun ishlatasiz va kompyuterni o'chirish uchun buni ishlatmang. Chunki biz televizorda ham boshqa joyda ham shuni ham yoqish ham o'chirish uchun ishlatamiz. Siz bu knopka orqali o'chirganingizda kompyuterda har xil muammolar kelib chiqadi. Mm, Bu muammolar juda katta xavf-xatar keltirib chiqaradi sizga. Windowsdan chiqarib tashlash, operatsion sistemaga ziyon yetkazish va qurilmalarga ham ziyon yetish. Sekin astalik bilan kompyuter ishdan chiqadi. Bu tugma bilan o'chirish orqali. Chunki bu tugmadan boshqa yo'li yo'q kompyuter yoqishi. Buni o'rniga qanday o'chirish kerak? Xavfsiz o'chirish usullari sizlarga. Mana kompyuterga kirdingiz, rабочий stoldasiz. Hamma dasturlaringizni yopib bo'ldingiz, ishlatib bo'lgandan keyin, mana pastda pusk menyusi bo'ladi. Shuni bosasiz. Mana завершение работы. Shu knopkani topasiz. Mana shuni bir marta bossangiz kompyuter o'chadi. Faylda nimalar bor? Fayl degani nima o'zi? Fayl mana kompyuterda ko'rib turgan har bir narsangiz, ya'ni papkadan tashqari fayllar. Mana Word fayli, Excel fayli, boshqa fayllar. PDF fayl masalan. Hammasi fayl deyiladi. Faylda doim unutmang, 3 ta narsasi bo'ladi. Bu nomi, kengaytmasi va razmeri, hajmi qanchaligi. Shu 3 ta narsa bo'lmasa fayl bo'lmaydi. Ya'ni nom degani mana kompyuter 0 dan yoki mana matkg va hokazo mana nom qo'yiladi faylga va unga kengaytma deganim bu sizga ko'rinmayapti hozir. Bu qaysi dasturni fayliligiga qarab kengaytmasi bo'ladi. Rasm bo'lsa ham u fayl kengaytmasi nomi razmeri bo'ladi. Mishkani tomon bosib svойствоga kirsanglar razmerini ko'rsatadi. Mana bu fayl kompyuter 0 dan fayl tipi mana kengaytmasi .docx, ya'ni Word fayli bu. Wordga tegishliligini bildiradi va mana razmeri 13,16 kilobayt. Mana shu fayl deyiladi. Fayl qanday ochiladi desanglar, mana mishkani o'ng tomonida рабочий stolga. Sajdatga kirib, mana turli dasturlar bor. Kompyuteringizda bor dasturlarni ochadi. Shu joyda sajdatga kirsanglar yaratish deyapti. Ya'ni bu fayl yaratish. Mana Access Database, Microsoft Word. Siz mana nima ochmoqchisiz? Masalan, Excel ochmoqchi bo'lsangiz, mana List Microsoft Excelni bosasiz. Va mana nom qo'y deydi. Bu kengaytmaga ega bo'ldi. Chunki nuqta qilib turib Excel kengaytmasi qo'yildi va nom. Siz mana yerga masalan birinchi ish deb yozib enter bossangiz, mana mishkani o'ng tomonga svойствosiga kiraman. Mana nomi birinchi ish, mana nuqta xlsx qo'yildi. Excel fayli bo'ldi bu va razmeri 643 kilobayt. Hali bo'sh bo'lsa ham razmerga ega. Chunki buni nomi bor, kengaytmasi bor. Shuni o'zi ham razmerga egaligini bildiradi. Va buni ikki marta ochsangiz Excel ochiladi va ichiga kirib Excelda ishlab ma'lumotlar bilan to'ldirgan sari bu faylning razmeri kattayib boradi. Papka degani, papkani fayldan ajratib olishimiz kerak. Papkada chunki kengaytma bo'lmaydi, nom bor, razmer bor. Buni ham sajdatga kirib, mana papka turibdi. Shuni bosasiz, mana papka yaratiladi. Новый papka deb turibdi. Shuni nomini o'chirib yozasiz. Xo'p, masalan, bugungi proyektlar deb saqlab, mana papka bu. Buni mana ichiga kirsangiz, mana bu papka ochiladi, bo'm-bo'sh, mana hali papka pustoy. Papkaning ichiga siz fayllaringizni saqlashingiz mumkin. Masalan, bitta Word faylini yarataman. 1 deyman, mana sajdatga kirib, Access fayli 2, sajdatga kirib, Excel fayli 3 mana. 3 ta faylim bor. Word, Access, Excel fayllar. Mana shuni olib, mana bugungi proyektlar degan ichiga mana buni tashlab qo'ysam, mana fayllar papkaning ichiga kirdi. Ya'ni siz juda ko'p fayllaringizni papka ko'rinishida saqlashingiz mumkin papkalar ichiga. Bugungi proyekt ichiga kiraman, mana 1, 2, 3 degan fayllar turibdi. Va eng qizig'i papka ichida papkalar ham bo'lishi mumkin. U davom etaveradi xohlagancha. Masalan, mana bugungi proyektlar ichiga kirib, masalan, mishkani o'ng tomonga bosib, sajdatga kirib, mana yana papka. Xo'p, eng muhimlari deb yozaman. Masalan, bu joyda faqat birinchi Word fayl muhim, 2, 3 unchalik muhim emas. Men birda olib, bir nomlangan Word faylni olib, men eng muhimlarini ichiga tashlayman va mana X bosib ketaman. Mana bugungi proyektlar turibdi. 2 marta bosib ichiga kiraman. Mana eng muhimlar degan papka bor, 2, 3 degan fayllar bor. Eng muhimlarini olsa, mana 1 degan Word fayli bor. Shu ko'rinishda papka va fayllar bilan ishlashingiz mumkin. Korзина degani mana bu axlat quti. Buni
ko'pchilik nima deydi, bu nima uchun kerak desanglar, sizlar o'chirgan narsalar shu korzinaga tushib qoladi. Ya'ni bu vaqtinchalik saqlab turish imkoniyatini beradi sizga. Korzinani ichiga kirib, mana oldin o'chirilgan ishlar ekan. Mana papka birinchi turibdi, birinchi Excel turibdi. Shu holatda menga mana birinchi Excel kerak deb hisoblasam, ishga o'taman bo'lsa, mana восстановить. Bosaman, восстановить. U qayta tirildi u fayl. Va X bosib chiqib ketaman korzinada. Mana birinchi degan Excel fayli paydo bo'ldi ravoch sonda. Shu faylga shiftni bosib turgan holda delete tugmasini bosasizlar. Oddiy delete'ni bossangiz o'chadi. Shiftni bosib turib delete'ni bossanglar, mana aytyapti, sen bez возвратно qayta tiklanish ilojisiz o'chirish xohlayapsanmi deyapti. Da. Va mana birinchisi korзинаga kiraman, birinchisi yo'q. Korзинаga tushmasdan o'chirib yubordim. Va keyin siz mana bular korзинani tozalab turishingiz ham mumkin. Chunki korзинadagi ma'lumot baribir sizda saqlanyapti. U hech qayerga yo'qolib qolmadi. Korзинada vaqtinchalik turibdi axlat qutida. Va siz bundan to'liq qutulmoqchisiz. Va korзинada ma'lumotlaringiz ko'payib ketdi. Mishkani korзинаga o'ng tomonini bosib, nima qilasiz? Очистить korзину qilasiz. Korzinani tozalash. Bosasiz. Mana 19 ta obyektni o'chirib yuboraymi deyapti. Da. Va mana korзина bo'lmish. Ichiga kirsangiz hech narsa yo'q. Shu ko'rinishda korzinani tozalab turishingiz ham mumkin. Stol, рабочий stol degan narsa mana bu bizning ekranimiz, ya'ni kompyuter yonganda siz avtomatik ishchi stoli bilan ishni boshlaysiz. Mana bu ishchi stoli, fayl va papkalari shu joyda turibdi. Lekin siz har doim bu rабочий stolda saqlashingiz kerak deganim. Masalan, mana etude kompyuter yoki mo'y kompyuter degan narsa bo'ladi. Eski Windows ishlatayotganlar bo'lsa, mo'y kompyuter, yangilari mana etude kompyuter. rабочий stolingizda bor. Shuni ikki marta bosib ochasiz mana. Disklaringiz ochiladi, ya'ni kompyuteringiz xotira qurilmalari mana C disk, D disk. Mana C diskda mana Windows rasmi turadi mana bu joyda. Mana C diskka narsa saqlamanglar. Bu Windowssiz saqlanadigan disk hisoblanadi. Mana bu yoqda D yoki E yana davom etishi mumkin. Shu disklarda ma'lumot saqlaysizlar. Nimaga buni tavsiya qilyapman? C diskdagi ma'lumotingiz kompyuteringizda Windows operatsion sistemasi ketganda qaytadan Windows qilinsa, mana C disk to'liq format qilinadi. Ya'ni C ga saqlagan narsa hammasi o'chib ketadi. Shuning uchun D ga saqlasanglar, kompyuteringiz qaytadan Windows bo'lganda ham D dagi ma'lumotlar o'chmaydi. D diskni ochaman mana. Qarang mana menda 2020-21 qilingan ishlar, 21-22 qilingan ishlar. Masalan, 2021-yilda nima qilgan ishlarim bor. Ochaman ichini mana. Fanlar turibdi. Universitetda dars beraman. Universitetning fanlari, video darsliklar, tam kuratorskiy ishlar, maqolalar. Mana bir dunyo narsalar bor. Maqolalar olsa, mana ichi to'la maqolalar, chizmalar. Va ko'ryapsiz mana papka va fayllar buni ichida ko'p mana. Shunaqa qilib ma'lumotlaringizni saqlaysiz mana. Boyagi ishchi stolga saqlamaysiz. Ishchi stolga doim ishlatadigan narsangizni, har kun kirganingizda kerak bo'ladigan narsangizni saqlaganingiz yaxshi. Xo'p, mana ko'rishingiz mumkin. Endi men qanaqa qilib рабочий stoldagi, ishchi stoldagi narsani bu yoqqa olib qo'yaman, disklarim ichiga desanglar, mana D disk ichida turibman, qarang mana. Mana shu joyga olib qo'yish uchun mana bu oynani, mana bu 3 ta knopka bor, chiziqcha pastga sвернут qilish, oynani kichraytirish, X yopish. Mana bu X yonida to'rtcha bossanglar, oynalar kichrayadi mana. Oynani kichraytiraman va masalan siz shu joyga mana bu dars jadvali menga kerak bo'lmayapti, doim ishlatmayapman, disk ichiga saqlab qo'ymoqchiman desanglar, dars jadvalini olib mana bunda mana D disk ichiga mana bunda tashlab qo'yasiz qancha bir. Dars jadvali sizdan yo'qolib bu yoqqa tushishi kerak. Agar mana bu yoqda paydo bo'ldi, agar siz kopировать bo'lib bu yoqda ham paydo bo'lib qolsa, o'zingiz endi bemalol o'chirib yuborishingiz mumkin mana. Chunki mana D disk ichini ochib kirganingizda mana dars jadvalini ochib ko'raverasiz. Bu ham juda ham kerak bo'ladigan narsa. Fonga rasm qo'yish ko'pchilik bilmaydi va shuni bilish xohlaydi. Mishkani o'ng tomonini bosasiz рабочий stolga va mana personalizatsiya. Personalizatsiyaga kirasiz. Mana bu oyna ochiladi. Fon qismida mana rasmlar. Shu joydan yoki mana obzorni bossangiz, kompyuteringiz ichidagi hamma papkalar ochiladi. Shu joydan o'zingizga kerakli rasmlarni topib qo'yishingiz mumkin. Men masalan mana shu joyda o'zim Viberity Photo qaysi papkada turgan bo'lsa, papkaning ichidagi rasmlarni ko'rsatadi. Masalan, mana gul rasmiga olib qo'ydim men, ko'rib turibsiz. Shunga qarab, o'z xohlagan rasmni o'zgartirishingiz mumkin. Panel zadachada ishlash. Panel zadacha nima desanglar, bu alohida muhim qism. Mana bu bizda mana tepa qism ishchi oyna deb hisoblanayotgan bo'lsa, рабочий stol. Mana bu kompyuter pastki qismi panel zadacha deyiladi. Ya'ni mana pastdagi bir qator narsalar. Ya'ni bu joyda nima bor? Birinchi pusk turadi. Bossangiz puskdagi narsalar. Va uni yonida mana maxsus programmalar. Ya'ni men o'zim qo'yib olganman bu panel zadachaga. Sizga qo'yilmagan bo'lishi ham mumkin. Yoki umuman kerak emas narsalar ham panel zadachada turgan bo'lishi mumkin. Menda mana bu birinchidagi
a, veb kamerani dasturi, kalkulyator, Telegram, Chrome brauzeri doimiy kerak va doim ochiq turadi. Keyin bu chap tarafda panel zaryadchani dasturlar ochiq turgan bo'lsa, o'ng tarafda nimalar bor? O'ng tarafda mana bu sizda ishlatilishi kerak bo'lgan doimiy narsalar mana ovoz, tak, va Wi-Fi nastroykalari, internet nastroykalari, batareyka, hammasi mana shu qismda. Va tilni o'zgartirish bor. Mana inglizcha, o'zbekcha, ruscha bu yozuv tilingiz. Ya'ni Wordda, Excelda nimada yozayotgan bo'lsangiz, mana shuni bosib turib, ruscha qilsangiz ruscha yoziladi klaviaturadan, inglizcha qilsangiz inglizcha yoziladi. Va uni oldida soat, kalendar bor. Mana soat va kalendar. Va uni oldida mana bu xabarlar oynasi. Bunga kirsangiz mana har xil kelgan Windowsdan kelgan xabarlar va mana bu yerda qo'shimcha mana planshet rejim, Bluetooth yoqish, Wi-Fi yoqish kabi boshqa qismlar mana shu qismda xabarlar oynasida bo'ladi.